Ahmoq Winston hamma qurollarni meni uyimga tashlab ketibdi-yu. Bekor qipti. Men buni aqllim desam g'ir to'pa ekan-ku. Hammasi menga endi. Ertalab bo'ldi. Hammaga salomlar. Mening ismim Winston va men qurol sotuvchisiman. Meni juda ham ko'p qurollarim bor va ular yashirib qo'yilgan, chunki meni uyimga politsiya tekshiruvga kelishi kerak. O'zi kelyapti. Salom janob politsiya. Salom. Nima tekshirasizmi uyimni? Yo'q, buncha vaqtli turibsiz. Men har doim vaqtli turaman. Yaxshi odamlar 6 da turmaydi. Nima? 6 da turmaydi? Ha-da. Maza qilib kechgacha yotishni o'rniga 8-9 gacha. Yana undan tashqari hamma yog'ingiz tatuirovka bo'lib yotibdi. Sochingiz ham kal. Juda ham bir banditga o'xshaysiz. Qo'lingizga perchatka taqib olgansiz. Perchatka bu hammasi fermerchilikda ishlaganim uchun kerak-da menga, qo'llarimni shilib tashlamaslik uchun. Soqolchi. Hammasini tekshiraman hali. Tushunursin. Politsiyachi aniq meni yomon ko'radi. Ustimdan kulib tashladi-yu. Ha mayli. Kal bo'lsa nima qilibdi do'stlar? Endi 40 ga kirganda bo'lib turadi-da. Ha mayli. Qani endi fermerlik ishlarini boshlaylikchi. Men 6 dan turishdan sababim shuki, bir soatlar ichida hali crazy житель ham turib qoladi. U bilan esa uchrashishni istamayman. Shunga o'zimning ishimni tezda qilaman-da, boshqa narsalarni qilishimiz mumkin bo'ladi. Bugun bizni ishimiz juda ham ko'p do'stlar. Shuning uchun ham kanalga albatta obuna bo'linglar-da, videoga like tugmasini bosib qo'yinglar, chunki bu juda ham muhim. Boshqani bu yerlarga ham ekamiz. Hozir merning yoniga borib bir narsaga ruxsat so'rashimiz kerak. Bu juda ham muhim narsa. Agar u ishni qilmasak, yomon bo'lishi aniq bo'lgan gap. Chunki mana bittasini olay. Chunki buni qaranglar, menda 50 ta kartoshka bo'ldi, chunki bittasini olib oldim. 49 ta chiqsa mer gapirar edi va so'ragan narsamni aniq qondirib bermasdi. Tak, hozir boramizda. Tak, hech kim ko'rmadi. Yaxshi. Xo'sh, janob mer. Assalomu alaykum. Va alaykum. Men sizga mana kartoshkalarni olib keldim. Yaxshi. Mana oling. Bo'pti, oylikka bir hafta qoldi. Bilaman. Men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima so'ramoqchisan? Juda ham muhim narsa. Nima desam ekan? Juda ham kerakli narsa. Bo'ldi, ichini qizitma odamni. Ayt, nima so'ramoqchisan? Ozgina daraxt bilan toshlar chopsam maylimi? Menga kerak edi-da. Faqat ko'p chop tashlamada. Xo'p, tushundim. Bilasan, bilaman. Yaxshi do'stlar, xullas biz o'zimizga axir hamma biladi kim ekanimni va qurol do'koni qurmasak bo'lmaydi, chiroyli bo'lishi kerak. Shunga menga daraxtlar kerak bo'ladi. Daraxtlarni esa so'roqsiz chopish umuman taqiqlab qo'yildi va shuning uchun ham endi har safar merdan so'rashga majburmiz. Mer esa xohlaganda xo'p deydi, xohlaganda yo'q deydi. Ayniqsa kayfiyat yomon bo'lsa, aniq yo'q, chopma, turaversin, nima qilasan, borini ishlat deydi. Men qurmoqchi bo'lsam narsa qanaqasiga borini ishlataman, bu nima bo'ldi? Politsiya? Qayerda bu yerda politsiya? Buchi. Tak. Politsiya mulki nima? Musodara. Tushunmadim. Nima bo'lyapti bu yerda? Musodara, shahar politsiyasi. Tushunursin. Qiziq voqea. Ochib ko'r. Ichida hech narsa yo'q-ku. Bu nimasi bo'ldi do'stlar? Axir men bu yerda qiziq narsa topamanmi desam, mayli, hech bo'lmasa tosh kovlab olay. Bu yerda toshlarni buni qaranglar, kovlab tashlashgan bu degani esa politsiya mulki bo'lgani bilan allaqachon vaqt o'tib ketgan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham bemalol odamlar yurishibdi. Tosh kimdir kovlagan, bilmadim, rudalarni kovlashganmi? Bizga ham ruda chiqib qolsa zo'r bo'lardi do'stlar. Masalan, ko'mir. Agarda ozgina chiqsa ham ancha munchaga sotsak bo'ladi, lekin 10 ta 20 ta chiqsa, yarim stakdan to 1 stakkacha sotsa bo'ladi. Ya'ni izumrudlarni aytyapman. Xo'sh. Tak, mana bu tosh. Tushunursin, tushunmadim. Nima? Meni gapimni jinlar eshitib qoldimi va tilagimni bajarishga qaror qilishdi. Tushunursin, bu yerda buni qaranglar. Rostdan ham ko'mir. Tak, yomon emas. Hozir do'stlar yana ozgina chopsak, yarim stak bo'lib yo'q, tak. Yarim stak izumrud уже cho'ntagimizda. Yana olamiz. Yana. Tak. Tushunursin. Buni qaranglar. Yaxshi. Tak. Все do'stlar, bo'ldi. Aniq endi 1 stak. Izumrudga yetadi. Yo'q joydan shuncha pul topdik. Tushunursin, yaxshi ham bugun daraxt chopishga chiqibmiz. Menimcha do'stlar, bu videoga like bosish uchun juda ham zo'r sabab bo'ldi, chunki omadimiz keldi, birgalikda kelib mana shuncha ko'mirni topdik. Endi hozir boramizda buni birdaniga sotib yuboramiz, chunki o'zimizda olib yurganimiz keragi yo'q, chunki meni uyimda 10 tacha ko'mir turibdi. Agarda ishlataman desam, bularni esa sotishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, qani kelinglar hozir uyga tak kiramiz va xo'sh olib qo'yishimiz kerak. Mana bular teparoqda tursin, chunki sotamiz. Bularni esa olib qo'yamiz. Keyin kelganimizda kerak bo'ladi. Qo'yil do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? 1 stak yo'q joydan. Bu juda ham zo'r biznes. Agarda rudalarni ko'p topa olsak, yaxshi. Endi 4 stak bo'ldi, deyarli 4 stak. Yaxshi. Undan tashqari hali bir haftadan keyin mer oyligimni beradigan bo'lsa, bizda bemalol 5 stak ham bo'lib ketishi mumkin. Qani keting, hozir boramizda tinchgina almashtirib kelamiz bularni hammasini.
Tak. Hoy, Jisil shu yerdamisan? Menda sening uchun qora oltin bor. Qora oltin. Chiqyapman hozir. Davay tezroq bo'l-da. Jisil tezroq kuttirma meni. Oftob qizdiryapti boshimni. Hozir. Sen ham kalsan, esimda yo'q. Aha, eshigingni sindirmadim, rahmat de. Ha, ol bu yoqqa. Mana 20 ta. 20 ta qayerdan topding? Uzumini ye bog'ini so'rama. Hozir olib chiqaman shu yerda. Bor edi. Qani edi? Hozir mana poylash yaxshi emas, lekin senga aytsam, birodar. Endi qiziqdim-da. Bo'pti, qiziqma. Men ketdim, yopaman eshikni. Davay. Bor. G'alati Jisil. Qancha pul bor ekan o'z uyida. Mayli, agar o'g'ri bo'lganda birinchi shuni uyga tushardim. Xo'sh, qani ketdik do'stlar, endi boramizda pulimizni olib qo'yishimiz mumkin. Bugungi kun juda ham yaxshi boshlandi. Politsiyachini hisobga olmasak albatta. Qani endi esa bularni hozir qo'yib qo'yamiz. Qoyil Chinurson. Hay, Winston, Chinurson, politsiya keldi. Bo'rni yo'qlasa quloq ko'rinadi. Nima deysan? Hech nima. Bor narsalarni tekshirishga keldim. Shu yerda hech narsa yo'q. Qani, tepani ko'raychi. Qurilish materiallari. Merdan ruxsat so'raganmiding? Okey. Холодильник bo'sh, pechka ham bo'sh. Orqadachi? Bu yerda mening shaxsiy narsalarim. Qoch ko'raychi. Mayli. Tak. Qayerdan oling bularni pullarini hammasini? Ishlab topdim. Yo'q, halol mehnat hammasi. Ishonavering menga. Mayli. Lekin xafa qilgan bo'lsam uzrda, shunchaki ko'rinishing endi o'zing tushunasan. Jetilarimiz jalva berishyapti, qo'rqishyapti, hech qisi yo'q. Mayli, boshqa seni bezovta qilmayman. Rahmat. Tushunursiz, men o'ylaganchalik yomon emas ekan. Rostdan ketyapti. Do'stlar, demak endi meni boshqa kuzatmaydi. Qo'yil. Kim kuzatmaydi, Crazy, men hech kim. Bo'pti, men ishlarim bor. Tushunursiz. Tak, basharasini ko'rdinglarmi? Yomay qoqib ketyapti. Tak, stop. Nahotki bunkerga. O'sha tarafga ketyapti. Tak, hozir do'stlar, hozir ko'rishimiz kerak va o'sha tarafga ketyapti. Demak, bunkerda bir necha soat qoladi. Men esa hozir nima qilaman? Qurollarni olib chiqaman. Chunki do'stlar, men avvalgi videoda hamma qurollarimni mana shu Crazy Jitilni uyining tagiga yashirgandim. Tak, albatta qulflab ketgan. Chunki meni uyimni ko'rdinglar, politsiyachi tekshirdi. Agarda tagrog'iga yashirsam ham ko'rib qolishi mumkin edi, titiklashni boshlashi. Hozir esa nima? Bo'lishi mumkin emas bu yerda nima uchun? Nima uchun bu yerda bor yo'q ikkita magazin? Kim olib ketdi nahotki? Crazy. Yo'q, qanaqasiga topib olishi mumkin? Yo'q, Crazy topishi mumkin emas edi bu qurollarni. Unda qanaqasiga hammasi yo'q bo'ldi? Chunki men topdim ularni. Nima? Sen meni to'poy deb o'ylaganmiding, O'shimga narsa yashirasan, men topa olmayman, Chiq bu yerdan tez. Men Crazy, sen bilmaysan kim bilan hozir aloqa qilayotganingni. Men tanish bilishlarim menga farqi yo'q. Endi sen menga ishlaysan. Senga? Bo'lmasa qurollaringni topa olmaysan. Hozir esa borda. Qurol do'kon qur. Nima? Endi biz birga ishlaymiz. Anrog'i sen menga. Tushunursan. Endi nima bo'ladi? Do'stlar, nahotki endi men Crazyga ishlasam? Endi yo'q, men unday bo'lishni istamayman albatta, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Qurollar unda. Mana bu yerni yopib qo'ygin hozir. Tak, va yana pastroq gapir, eshitmay. Tak, hozir. Qo'l qiyshiq shuni ham to'g'rilab qo'ya olmadi. Tushunursan. Tak, mana yopdim. Rahmat. Nima qilamiz endi bilmadim. Mayli, hozir borib tushunursan, borgim mumkin emayapti. Nahotki endi Crazyga ishlashimga to'g'ri kelsa, uni aytganlarini qilish. Xohlamagandim bunday bo'lishini, lekin boshqa ilojimiz yo'q do'stlar. Agarda unga ishlamasak, qurollarimizni topa olmaymiz. Bu esa meni kambag'allikdan chiqishim uchun yagona usulim. Faqatgina o'sha qurollarni sotganimizdagina boyib ketishim mumkin bo'ladi va kuch-qudratimni qaytaraman. Chunki qamalib ketishimdan oldin men eng zo'r qurol sotuvchilardan biri edim. Mayli, nima ham qilardik? Daraxtlarni chopishni. Tak, stop, bolta qani? Bolta tushib qoldimda. Tushib qolibdi. Lekin topdim, yaxshi. Endi esa bularni chopishni boshlaymiz. Bilmadim, hattoki qanaqangi do'kon quraman, chunki bizda bor yo'g'i kalashlar. Albatta yangisi bor, lekin eskisi ham yaxshi sotiladi, ammo draboviklar, ovchilik uchun maxsus miltiqlar bo'lganda undan ham yaxshiroq sotilardi. Hozir esa unchalik ham savdoyimiz yurishmasligi mumkin. Mayli, borini baraka deb ishlab turamiz. Keyinchalik ko'ramiz nima qilishimiz mumkin bo'ladi, chunki bu juda ham yomon, sizlarga aytsam, tovarlarimiz kam. Ko'p qismini meni do'stim Max olib kelish kerak edi. U ham Jitilda. Kim avvalgi qismlarni ko'rgan bo'lsa, biladi, kommentariyada yozib qoldiringlar bu haqida. Nima deb o'ylaysizlar? Uni kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? Unda juda ham ko'p qurollar bor edi. Ayniqsa qimmat-qimmatga ketadigan, portlaydigan va portlatadigan qurollar, har xil granatalar, maxsus bombalar, dinamitlar, RPG va bazukalar. Mayli, tak, hozir bu yerdan chiqishimiz kerak va ko'ramiz yana
Nima qila olamiz? Tak, yana bu yerda daraxtlar bor. Shu daraxtlarni ham terib olganim ma'qul. Yana kamida bitta ikkita daraxtni chopib olsam yetadi. Tak, olamiz hammasini va bo'ldi. Yana bitta daraxtni chopsam o'ylashimcha, tak, bu nima bo'ldi? O'rmonning o'rtasida kimdir o'ziga hujra qilib olganmi? Yo'qmi? Bu yerda bir verstak, pechka, bloklar qanaqadir yomon emas. Bularni hammasini men albatta o'zimga olaman, chunki o'rmonning o'rtasida hech kimga tegishli joy emas va bu yerda qurilgan uylarni hammasini xohlagan odam kirishi, chiqishi, buzishi mumkin. Men qishloq qoidalarini yaxshi bilaman va hozir bu yerda ozgina qilish mumkin bo'lmagan ishni qilib ketaman, chunki o'rmon o'rtasida mana bunaqa narsalarni qurish kerak emasligini egasi bilib qo'ysin. Mana bo'ldi. Undan tashqari ichida shamni tashlab ketgan, shamol bo'lib ichiga barglar kirib yonib ketsa nima bo'ladi? O'ylab ham ko'rmagan. Ha, mayli. Qani ketik do'stlar, endi boramizda do'konimizni quramiz va pullarni bo'lishimizga to'g'ri keladi.